Xudo xolasa Kia Sonetni detallariga kraska sepib bo'ldik. Shagrinlari xolasa birga bir chiqdi. Bleski ham zo'r. Buni orqa tarafiga rastvoritel sal ko'proq qo'shib turib, razbavitellar polni blesk qildik. Bu hali yana xiralashadi. Bu yoqda eshiklarimiz, mana shagrinlari, bleski вообще zo'r. Inshaalloh valnalari yo'q. Orqa eshik. Kia Sonetni zavodskoy shagrini qanday bo'lsa, inshaalloh xuddi shunaqa chiqdi. Zernolari sochni yoptiribdi.